Assalomualaikum yig'ilish qatnashchilari. Biz mana yangi Namangan tuman Agrobank hududiy filialimiz. Asosan bizga vazifamiz o'sha yangi Namangan tumanidagi 11 ta mahallaga xizmat ko'rsatamiz. O'sha endi 11 ta mahallamiz bo'yicha mana har oyda, bir oyda 3 ta tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Biz o'z asosiy birinchi vazifamiz mana 4 ta yo'nalishda kirib berganmiz. Asosan qiziqarli ishimiz o'sha ishsiz aholini ish bilan band qilish, o'sha ishsiz odamlarga pul ajratish. O'sha uzun band qilib, o'sha uzun band qilish uchun o'sha ishsiz odam 2 oy mobaynida ishsiz bo'lishi kerak. O'sha eng kam shartning bir barobar 375 ming so'm to'lov qilsa, uzun band qilgandan keyin biz unga kirit ajratamiz 4 ta yo'nalish bo'yicha. Birinchisi 1 yil muddatga biznesga birinchi qadam. Shu biznesga birinchi qadam faoliyatini yangi boshlatgan bo'lsa. O'sha biznesga birinchi qadamni 1 yil muddatga, yillik 25% dan 1 yil muddatga ajratamiz. Ikkinchi kreditimiz biznesga ko'mak. Bu kreditimiz 4 yil muddatga beramiz. 6 oy imtiyozli davr bilan yillik 25%. Uchinchi kreditimiz mahalla loyihasi. O'zi endi mahalla loyihasi asosan paketli xonadonlarga qilibdi. O'sha 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan buni ham 25% dan beramiz. Endi o'sha 2 yil muddatga imtiyozli davr degan o'sha 2 yilgacha faqat foizini to'lab turadi. Ya'ni 3-yildan qo'shiladi. O'sha 50 million bo'lgan eng maksimal summasi endi loyiha paket turishdi. O'sha endi nima demoqchiman, o'sha 50 million kredit olgan odam 15 million, 20 millionga chorva olishi mumkin, issiqxona qilishi mumkin, tomorqasi bo'lsa, parrandachilik qilishi mumkin, chivarchilik bilan shug'ullanadigan bo'lsa, tikuv mashina olishi mumkin. Keyin yana mana 4-loyihamiz prezident qarorimiz bo'yicha chiqqan 312-sonli qaror. Uni 7 yil muddatga 3 yil imtiyozli davr bilan beramiz. Bu asosan yakka tartibdagi MCHlarga faoliyat yuritib turgan, faoliyat 1 yildan ortiq bo'lgan, hisob raqamda pul aylanib turgan ishchi unum yaratish kerak. Ozgina faoliyatini kengaytirish kerak. Bu kreditni 100 milliongacha kafillik asosida beramiz, garovsiz. 100 milliongacha garovsiz. 300 milliongacha garovli qilib beramiz. Endi o'sha hozirgi kunda 4 ta yo'nalish bo'yicha kreditlarni ajratganmiz. Endi mana sizlarda qaysi kreditga talab istak bo'lsa, har bitta mahallamizda mahalla bankimiz bor, mahalla agentimiz bor. Hozir ham xizmat qilishgan. Shu mahalla banklarimizga hujjatlar taqdim qilinsa, o'sha kredit oluvchini pasport kopiyasi, keyin yana bitta ishli odamni kafil qilib beriladi. Agar kafil topishda sal muammo bo'lsa, sug'urta qaytmaslik sug'urta polisiga ham qilib olamiz. Bundan 4 ta yo'nalishda kreditimizdan qaysiniga kerak bo'lsa qilib beramiz. Siz ismingiz nima edi aka? Yozib qo'ying. Siz qaysi? Mana yangi Namangan tuman Bunyodkor mahalladasiz, a? Shunda qaysi kreditni 50 millionlik kredit so'rab keldingiz, siz? 50 millionlik kredit shu tikuvchilikni rivojlantirish. Shu o'yda faoliyat yuritgani sharoit bor, joy bor-a? Bo'ldi, o'sha Bunyodkor mahallamizda mahalla agentimiz bor, mahalla bankimiz bor. O'sha yerga hujjatlaringizni taqdim etasiz, o'sha kredit oluvchi pasport kopiyasi, keyin kafil pasport kopiyasini bersangiz, KTM degan programmamiz bor, tekshiramiz, hujjat bo'lsa, Xudo xohlasa shu 2 kun uzoq ketsa, 3 kunda o'sha ta'minotchiga pul o'tkazib berishimiz mumkin. Bo'lmasa naqd pulda kartaga tushirib yuritamiz, o'zi karta asosida beramiz, kartaga pul tushirib bergandan keyin o'zimizdan shopmoshina ishimiz mumkin, chorva qilishimiz mumkin. Beramiz, hujjatlar taqdim etamiz. Ya'ni kimga mana 312-sonli kredit kerak bo'lsa ham qilib beramiz. Kafil bo'lmasa o'ziga o'zi bitamizku. Turib gapiring. Kafil bo'lmasa o'ziga o'zi deb biz gapirdingizku, o'shani qanaqa qilib? Mana siz chiqadi ishlamaysiz, ha? O'yda siz ishlasiz. O'sha o'zini band qilish degani, o'sha 1 yilda bir marta 375 ming so'm to'lov qilasiz. Bu 375 ming sizga staj bo'lib o'tadi, 1 yil stajga. Keyin o'shaning staj bo'lib o'tgandan keyin
Siz belki o'shani chorvachilik qilish mumkin, tikuvchilik qilish mumkin, o'zingiz band qilasizda. O'sha siz ishli jismoniy shaxs, ishli fuqaroga aylanasiz. O'sha hujjatni olib kelsangiz, endi bizda o'sha agar kafilga qiynalsangiz, sug'urta asosida ham qilib beramiz. Sizga plastik karta ochamiz, plastikiga pul tushirib beramiz. Qanchagacha berasizlar? O'sha aytdim, 4 yo'nalishda kiritimiz bor. Ishingiz agar 17 million bilan bitsa, 17 milliongacha, agar 17 million bilan bitmasa, ko'proq olmoqchi bo'lsangiz, 50 milliongacha beramiz. 30 million olishingiz mumkin, 25 million olishingiz mumkin. Beramiz, muammo yo'q. Qolganlari bormi yani qarshi? Kiritganlar bo'lsa, bemalol beramiz, muammo yo'q. Savollar bo'lsa, beramiz. Ama tushunarlimi? Aman